Шинжаң Шахла Xalqaro savdo cheklanish shirkati hojidarligidagi To'xtama To'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik bir vatqini naning atirki desam, asli Shahlo chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alaydı qo'lladi. Qutyar Xalqaro savdo cheklanish shirkati Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada birli qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro savdo cheklanish shirkati Ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim, ro'yob hamroh har doim. Parvish Shahlo chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo chash doktori chash attir javhari. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hakim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. To'xtama To'xti filmi har shanba kuni yayınlandı. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini eng suzuk altını görmekçi bolsanız, bu işkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. O bu Ündar saloniga baray deb kirgizib qo'yish tomoqni akab bo'pti. Xotin, tomoq yeyli mamada. Voy, esli. Bak kızım ko'rgan bak. Asıl Matih o'g'il do'stim bilan tomoq yeb, endi kino ko'rib bormoqchi. Siz qaytib keldingizmi? To'xta. Voy, keldingmi? Nim uyga kirmay bir birinchi ketdinglar. Shu Asad abaytni ayadi. Bo'ldi. Ish yo'q adash. Bizmi shu amni kirktaylab turgan. Sen yig'inib tugdimi? Ha, yig'inim tugdi. Ha, bunday yo'l qaranglar. Yig'inda o'ltasak, direktor toz qaynab so'zlayapti. Meni bir nasvostimi, bir chivin kirib qaranglar. U yoq qufchidi, bu yoq qufchidi. Shunday chivinni qoraymi deb. Siz qaytib keldingizmi? Yaxshi turayotgansiz? Yaxshi, o'zingizchi? Men yaxshi. Adash. Kim qizol bu? Ha, sen birinchi qismda yo'q, shuni tunmaysan qizolni. Chiroyli qizol kejmi? Shu. Bu qizol bo'lsa shu To'xtaninki tunji qiz do'st bo'ldi. Kechiring To'xti. Men Amerikaga ma'nsam bo'lmaydigan qoldi. Bilsiz meni deb o'qishim kutmagan, yana 3 yil vaqtim bor. Men o'z orzuyim uchun, o'z kasbim uchun o'z Yo'q! Bu tunji qiz do'sti hamda shu tunji qiz do'sti. Tujuk Muhammad. Ko'nglanni yerim qilma. Digina. Shu bu qizola To'xtalar xel uzun yurgan. Bu ishkisi hamda. Keyin anikin chatal chiqib o'qiymadi dedimi, birnim qilmadi dedimi, chatal chiqatdi bu qizola. To'xtini tashlab. Ham qaytib kelib to'xtang. Hey, men hayron qoldim qara. Bu To'xt yuvosh o'g'ini olajib. Taliva kedaymi buning? Chiroyli qizlarni hammasi shunday yaxshi ko'rib qoldi-ku. Tam bir donliq riyosatchi bo'lmasa. Shunun qaraganchada hozir qizlar yuvosh o'g'illarni yaxshi ko'rgan o'xshaydi. Shu qaytib keliblam siz bilan ko'rishkim kelib, savdoshlardan sur chiqsam siz mushatrab turadi degandi. Shu udum shaylarni izlab kelishibdi. Ha. Vaqtingizni deb qo'ymagandimi? Yo'q. O'qishingiz tugdimi? Yana qaytamsiz yoki? Qaytmayman. Hozirgi planim ish qilib qilish. Yaxshi o'ylabsiz. Haris, To'xti numerangizni almashtirdingizmi? Men burungi numerangizni ishlatamsiz? Ha, burungi telefon numerim shu. Ha, ana sizdan tushgan telefon hisobini tomoq yeb kelandi. Bo'lmamda.
Do'stingiz bormi? Yo'q, bo'ldi. Tamom, xeyr. Endi men sizni avar qilmay, men ham boshqa ishlarim bor, men ishlarimni qilay. Necha kun telefon qilsam ko'rishaylik. Ma'qul, xo'sh. Xo'sh. Bu daqiqada To'xtining dunyosini tasvirligisiz murakkab hissiyot qoplagan edi. U 2 yil burun o'zidan ayrilib, yiroqlarga ketgan Shahloni unutib ketdi. Qaytib uchirtib qolgan taqdirdimi, tabassumdan boshqa g'ayriy hissiyot qolmaydi deb o'ylaydi. Afsus, To'xti Shahloni ko'rib jiddiylashganidan gapmi qila olmay qoldi. Bu zodi nima uchun? Vay To'xti, men Shahlo. To'xti? Ba. Voy. Aplibak satoldi ya. Ba. İdarediligi yo'qlam qilganda kun qoldim men ba deb. Shu bugun sizga telefon qilishimda boshqa maqsadim yo'q. O'tgan deyishgan tuqib bile tamoq yeb kelaylik deb. Shu uzoq o'tgan siz bilan ko'rishmayli ham siz deydigan gaplarimni xeli yig'ilib qolibdi-ka. Shu telefon qilishimdi. Qanaqa vaqtingiz bormi yo'qmi bugun? Vaqtim bor. Nima yeymiz? Mayli ning bo'lsa men baribir istam. Voy. Abla. Bugun bir xizmatning ishini deyishib qo'ygan. Shu yerga mang'atdim. Ha, bo'pti, ham siz xizmat muhim emasmi? Xizmatingiz qilavering. Keyin aloqa qilishamiz. Ma'qul. Boshqa kuni men sizni mehmon qilay. Voy, To'xtingiz qancha qizlarni mehmon qilib olib ketdingiz, tek o'zingiz taklif qilib, xeyli o'zgarib qolibsiz-chimi? Hay, bo'pti, ham sizning xizmatingiz aldirashdi, meni daxli qilmay. Keyin ko'rishamiz-chimi? Aras, mening telefon nomerim kirgizilang, ha? Bo'ldi. Men sizga telefon qilay, ya. Xo'sh. Yaxshimi? Pek saqlatdingiz sizni ya. Yo'q, men hozir keldim. Ha. Voy, men shu sizni bu yerga chaqirishimga asosiy sababdan, men sud saroyining bir o'rnini o'zimiz ko'rib baqsaq, anan kechikimiz kirib bir amaliy tekshirish qilib baqsaq, bizning Shahlo shirkati bilan sizning shirkatning hamkorligiga eng muhimi mau loyihangizga misal foyda solib qolam kelayman-ku. Shu oldingi kuni direktor deganda menga Müşak bir körpak bak yaxshi echilibdi deb. Kep körpak qantda men qadamak afzal kelgan sharoitlar. Shu men qarab baqsam abay kagit bu yana odamlarim xeyli jiqtagan kep ketishimi, ananiki qatnashimi qulaylikka, men mashina to'xtadigan o'rnimni xeyli kanka. Ammo men oshxonam bo'lganda, xabar jihatdan shundan muvofiq ko'rdim-ku. Shu men shunday his qildim. Ananiki men oldingi kun kelganda, uduldiki ya o nimalarni körpak qantdan do'konlarni. Bir körpaqamda. Mayli. Yaxshisiz. Siz bu yerda yuribsiz-ku? Shu sizga telefon qilsam bu xizmatimizga aldirash degandingiz, shu uzoq o'tgan atrofga boqmoqlik. Chunki birdan bozor aylangach nechqur kiyim seta olay degandim. Xizmatingiz xeyli randarka. Men tanishtirib qo'yay. İsmi Ziba. Bu qadamliq men loyihamizga mushu so'lsaray toz maskilkan to'shamiz bir do'konlarni ko'rib baqaylab kelgan. Bo'ldi, to'xti jiddiylashma. Bak tushuntirib ketdingiz. Men hatto tushunmadim. Men jiddiylashmadim. Ha, bo'pti, ham sizlar xizmatlarni qilaveringlar. Men daxli qilib qo'ymay. Men birdan bozorlik nechqur kiyim seta olib qaytdim. Aras meni tomoq taklif qilgansiz, unutib qolmagunchimi? Yo'q, unutib qolmadim. Bugun kechda bo'lsinmi? Mayli, men baribir. Kechgacha ishimiz tugaydi-ku, ha? Ammo men sizga telefon qilay kechda. Ma'qulamiz, telefon saqlayman. Yaxshi xizmat qiling, xo'sh. To'xti. Sat oldu ya. Yo'q, qo'ynimda jiddiylashib ketsiz. O qiz kimdi? Bu qiz mening tunji qiz do'stim. 2 yil burun chatga o'quvga ketgan, shu hozir o'qish tugab qaytib ketdi.
Tushundim. Hozirmi yaxshi ko'rgansiz-da? Men uxlayman. Ay, qiz do'stim desangiz, ikkimizamiz bu yerda xato tushunib qolganmidu? Yo'q, xatomi tushunmas, xizmatlashish bo'lganiga to'g'ri tushundim. Ammo tushdan keyin ko'rishga vaqtlanadi, biroq tushuntirib qo'yingchi-mi? Ma'qul. Xato tushunishib qolmasin. Bo'ldi, xotirjam bo'ling. Bo'ldi, unaqa ikkimiz abay sizga yana berib ko'rib boqamiz. Men magazinlarni dedim qarang. Ha. U magazinlarning qurilishlari harajat. Oğlum, yüreknin, mininin kuvveti nerede? Mana Maviyada. Kanada Jameson yürüşlük mahsulotları yürek menge sağlamlığı üçündür. Jameson yürek meni yaşartış mahsulotı qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Hey, nima? Nima qilsa? Tomoq zakaz qilyapman. Menga buyurta. Bu sen doim bizni tomoq yeylam kelamsan. Voy, qo'saq osh meniki. Baraydan qotamsa? Hozir shu mulozimat eng tez. Shu mulozimat yaxshidan shu aka shu. Bu Ündar salondan qo'llandik buni. Polo ha? Ya 25 koy. Bular buyurta. Bugan tomog'ini yeb futmasni. Sen akşam o'ynab futurib qo'yapman. O'chog'il kelsan-da bugun ha? Kechi cho'g'o qara. Men tadqiq qildim. Bugan futmasni qarabdi ha. Men sen bugun yana bir qitim futurishdan nimaligini o'rgatib qo'yay. Qara. Asatdan so'ngsiga bu. Bu qirkiyim ayt. Yeni tutilib qapti-da meningga. Asat telefon qildi bila. O nima bo'lib ketdi? Ama telefon. Ne hadi vaqt olmaydi bu. Amdi. Ahvol toza to'g'ri emas. Eng yaxshi bosh biz ishni bir taraf qilaylik. Mama. Voy, men ketmayman dedim, gap tushunamsiz? Qo'y bir qizalni. Aldingmi qo'yat qizalni? Ko'p kunduz bozor qilib, kichikgina bir qizalni. Nima qilsam mamda, badining o'chik ishinib ketmay, bizga ishga. Unostik bizga ma'qul, mashq qilganjima sanab qo'yay. Hozir ketsam ulgursa sana aytib qo'yay. To'g'rimi? Bizni ko'miga qaypat kira olamiz. To'g'rimi? Men uchun sanayman. Ber. Ishga. Mana? Qarag'ani bugun rasmartimiz chiqamsa qolmandimi? O'zimning ko'zimga bizni bozor qildimi? Mana hozir kichik bolalar ko'ryapti-ku. Filmda menda qo'pol ko'rinishlar chiqasa qolmaydi. O'chirishtirib bir. Hajim to'a, o'chirishtirib. O'chira. Bo'ldi qilim. Men sizlar kessammi bo'lmadimi? To'xta. Uni akasam bo'lmaydi. Agar Asad mishad bo'lgan bo'lsa, Asadmi seni to'marisida akitishingga yo'l qo'ymaydi. Hozir Asad yo'q. Bizmi seni uni akitishingga yo'l qo'ymaymiz. Chunki Asad bizdan yaqin do'stimiz. Bo'ldi qilim. Bo'ldi xon qiz. Dadang saqlab qoldi biz ma'yli. Xon qiz? To'g'ri. Bu bizning Quyosh ko'roy liderining jon qizi. Bu nima ketdi bu? Siz bu puldor ayning qizmasiz? Zot kim bo'lsangiz? Quyosh ko'royning? Nima bo'lib ketdi u? Shunda pulmi? Ha, Quyosh ko'roy degan xalqarodagi 500 jon korxonaniki birisi. Ular davlat ichidimi? Xeli oldin qatardiki. Shunda jon ko'roy necha milliard deganni qo'rqmay xajlaydigan jon korxona. Demak, amsa Asadmi puldor ayning bazida? Bir mo'sh pul ekan olsana. Yalan tush qalanda. Ömrümde hememişte atalmış baylağa hem de üç. Qilanda tutsa? Asad bizni aldab turjimi? Yo'q, akam sizlarni oldimidi. Amaliyot akam bilan dadamning munosabati faqat yaxshi emas. Amsa opangiz bilan-chi? Akam kichik vaqtida dadam oilaga beklam oz ko'ngil bo'ldi-ku. Hatto akamning opsig'im tuzuk ko'ngil bo'lmaydi-ku. Dadam hamisha sirtda qotirib yurgachga, akam va uning opasi uyda doim yolg'iz qoladi-ku. Akamning opasi uyda yolg'iz o'tiraverib, buruq turma kesib bo'lib qoldi.
Ondan kesli ig'irlab ketib, bu azobga bardoshlik berolmay akam kichik vaqtida qazo qildi. Shu akam opasining o'limini dadamdan ko'rdi ekan. Shuningdan tatib akam dadamga ancha yaxshi muomala qilmaydi. Shunga u ishga faqat chiqisha olmaydi. Shu Asad ashunda mulchir ekanligini. To'xta. Unda bo'lsa biz sizdan degingiz. Uni opasi degingiz. Biz amaliyotda tadbir, apa boshqa qismli bo'lamiz. Bu ishlar yuz bergandan keyin mening opam ondan bo'yiga yotliq bo'lib kiribdi ekan. Biroq men tug'ilgandan buyon akam meni xuddi o'z singlisiday ko'rdi. Shundoq e'tiborlaydi. Akam aslida kichigidan tortib rasm chizishni yaxshi ko'radi. Biroq dadam hamisha uni savdogar bo'lishga majburlag'achqa akam bu ishlarga chidamay uydan chiqib ketgan. Qachonla qarshi nergi bir narsa bu tag'an. Nemasiga bayliq qiladi bu? Tutab oldim ularni buningda. Ya bir musiq bir palak chiqib ketdi. Puling olsa bunda rassom deganda necha ming deb qildi. Apangmi sendek narsa deymi? Tayin yo'q. Asad shu mulchir ekanligini. Akamning kichigida yaqin do'sti bo'lib boqmagan. U hatto o'ziga yaqinlashganlarni mening salohiyatim uchun menga yaqinlashidi deb o'ylaydi. Shu o'ziga yaqinlashgan har bir odamni yaxshi odam emas deb o'ziga yaqinlash qilib qo'ymaydi. Unda bo'lgandan keyin uning do'stlari albatta bo'lmaydi-da. Biroq u uydan chiqib ketgandan keyin men o'ylab boqmabdim. Hatto akamni bir umr do'st tutmaydi deb o'ylab ekanman. Biroq u to'xtaqashqa uchirgandan keyin sizlardek yaqin do'stlar uchrabdi. Men amaliyotda akamni izlash uchun uydan xufiyani qochib chiqqan. Shu bu qitim dadamdan bakla ochiq kelib ketibdi. Qaraganda men rostla ketmasam bo'lmaydi ekan. Sizlarga rahmat. Akam bilan yaqin do'st bo'lganingizga rahmat. Ben qaytay. Haras. Sadiq aka. Xo'sh. Men uchun to'xtaqashga xo'sh deb qo'ying a. Sizga xo'sh. Tasaya o'g'irsi. Berib Asad izlaymanga. Berib xushum ishlamda umi. Hozir Asadni topqil bo'lmasa, biz oldi bilan bu ishni to'xtiq deyli. Balki to'xtidan amal bo'lib qilish mumkin. Ammo asha qil. Ko'rolami-da? Yaxshimiz bor. Yaxshimi? Siz yana kelibsiz-ku. Shu sizning xizmatda tushunsa saqlab turishim. Bundoq tushunmaydigansiz Mirzod. Men sizga qancha qitim dedim, men hozir arilishyapman, qarang. Ishimiz hozir qo'g'ishishmishda yaxshi do'stlardan bo'lib o'tsak bo'lmamda. Ammo mening sizga rostli ko'nglim yo'q. Siz meni aldayapsiz bor. Men hammani nima qildim? Bu pakaslarning shirkat hamkorlashuvchiga xizmatchingizga xolos. To'g'ri, xizmat deyishim. Lekin xizmatdoshlar o'zaro muhabbatlashib bo'lmaydi degan qoida yo'q-ku. Sizni oldimidi? Yo'q. Siz meni yana aldayapsiz. Siz bilasiz, men sizni qancha yaxshi ko'raman. Men siz uchun nurg'un ishlarni qildim. Acaba siz menga bir qitim fursat berishni xohlamaysiz? Shundoq tushunmaydigansiz. Men hozir to'xti bilan shundoq yaxshi arilishyapman. Siz nima ish bilan mening turmushimga daxl qilasiz? O'g'il do'stingizmi? Ha. Asha? Ha. Qancha bilmayotganman. Qanchalik bo'ldi? Bizda hamma aralashdik. Men hamma ishlarimni sizga deydigan vazifam yo'q-ku. Men hammani bilmasman. O'zlarning shirkat bilan hamkorlik qilish orqali sizga maqsadli yaqinlashaman.
Agar ular sizlarning shirkat bilan hamkorlik tuzmagan bo'lsa, allaqachon vayron bo'ladi. Mening shirkatimiz sizlarning shirkat bilan yaxshi hamkorlikda. Uning ustiga sizlarning direktor bilan eng yaqin avaydi. Bu gaplarni hammasi shunday deyman. Hamda uni bashirsiz aytmasam. Hey, Vay. Ha, yadımdı ba. Ben şu hazır xizmatdan shu tugab, hamda uyga qaytib keldim. Yuz ko'zimni yuvib turibman, sizga telefon qilay, ya. Bo'ldi. Uyga kirib turibman chiqib. Ma'qul, ha? Ey. Endi keldingmi? Ha, ma'qul. Mayli telefon qilay, ya. Bu qo'ya telefonni. Va nima uyga kirmay yentalab turib turibsizlar? Shu seni saqlab turdik, chataq chiqdi. Shu cho'ng ish chiqdi hozir. Voy. Aldırmay so'zlarni aldırmay. O'zinglar beso'ylab, ha. Qara, abaytim baqo, bunday yo'lda qara. Ha, musha yo'lda abaytin. Bu Asad. Hep shangimga ma'noda qana Asad o'zi? Shu bizmi topolmayapmiz hozir. Telefon qilsak ya olmaydi, uyga kirsak uydim yo'q. Telefon qilsammanmi? Ha. Unda o'sna ketganda o. Asad bunda qilmaydi. Uning bir ish qilmasa. Voy shu bizim shu bir ish bo'p qolmas deb ansirayapmiz shu. Endi sen nima qilgan bilan uni bizdan bakarak tushungandiki, shu sen kelgan vaqtda birga izdamiz deb saqlab turgan seni. Shu. To'xta. Bir ish qilgan taqdirda o singlisini shuni qilgan degan cho'qim yenib kela o'g'aydi. To'xtanglar. Bunda qilaylik, men bir necha bag'aylarni uqma. Ha. Men adresini hammalarning telefoniga avatib beray. Uchimiz ayrimiz deyli. Ha, ma'qul. Men Qanday oldi? Voyliqi, doim bardag'ayliq Samsxondan o'g'u. Samsxondim yo'q hozir, topolmadim. Ma'mi keldi. Qanday oldi xabar bormi? Rasmsiz g'ayriga bordim men. Borsam yo'q-ku. Chiqman bir xil ko'nglim g'ashlab qo'yadi, bir ish bo'lgandeklar. Undan bo'lmaganda bu. Telefon keldi. Asa shumga qarab baqa. Emaski. Voy direktor. Ha? Voy direktor, men. Ha, ma'qul, hozir boray. Ma'qul. Nima bo'ldi ya? Ma idora berib, birisi meni qarchaplab, meni ustimda az qilibdi. Astag'firullah degan nimjiq ish bu. Hey. Bunjala cho'ng'ishib ketgan bo'lsa, undan so'ng sen avval idoraga baqira. Men Asadning ishini bo'lib bizga topshirib bera. Sen beraver. Shu. Ma'qul. Sen shirkat mama hozirman. Agar Asaddan xabar bo'pli qolsa, menga telefon qilinglar. Ma'qul. Unutib qolmanglar. Ma'qul. Kim telefon keldi? Voy direktor. to'xtay. Meni abayaqsiz saqladığını unutib qoldingizmi? Bir telefon urib qo'yingizmi? Men men do'stlarimdan ozroq ish chiqib qolgan. Shu ishni bir tarafga yutib boray deb hozir manglayotganman qishingizga. To'xtay, bilman. Ayni vaqtda sizga men vafosizlik qilib sizni men tashlab ketgan. Lekin men hozir qaytib keldim. Uning izchil pushaymonim bor. Qaytib kelib birinchi izdigan odamimiz siz bo'ldingiz. Lekin Yo'q, undaq emas, Shahla. Siz o'ylagandek undaq emas. Men shu Lekin men qaytib kelib ba'zi yuz bergan ishlar qarab sizning burunqi qat'iy o'xshamay qolganingizni his qilib qoldim. Lekin shirkat tarafniki, men shirkatga bormasam, To'xtay. Agarda ko'ngilingizga nisbatan kichkina o'rin bor bo'lsa, siz chuqur gap meni izlaysiz. Uning ustiga mencha ikkimizni o'tirliqda dumush bir qitimliq fursat qolib qoldik. Men sizga kelishingizni umid qilaman. Sizni saqlayman. Yana ish chiqdimi? men
qilishimni bilmadim men. Ey, men buni anglab turdim qara. Bu kallam bo'lganki o'zing obda o'yla. Qaysi ish muhim? Sen nima kerak bo'lsa. Men Qara. Eng yaxshisi ko'nglingdan so'rab baq. Qaysi ish muhim bo'lsa, sen berib shu ishni qilgin. ma'qul. Unda bunday qilaylik. Şinjan Şəhla Xalqaro Savdo şirketining teri asrash yuyish mahsulotlari 200 xildan oshadi. Şirketning uzluksiz taraqqiyotiga ergishib, avtonom rayonimizdan 50 nafar hamkorlashuvchi chaqirdi. Baholashda o'tganlar shirkatniki To'xtama-To'xti film guruhisini qo'llashdagi hamkorlashuvchisi bo'ldi. Shahla shirkati hamkorlashuvchilarni alohida e'tibor va hamkorlik siyosati bilan ta'minlab, bu 50 nafar hamkorlashuvchiniki tuvan tanarx bilan igilik tiklashga yordam qildi. Hamkorlashuvchi elektriklardan keyin shirkatning masofatsiz huquqiga erishiladi. Shundaqla har taraf o'rtaq manfaatlanadi. Fursat g'animat sonchaklik. Agar siz To'xtama-To'xti filmini yaxshi ko'rsangiz, shundaqla bu fursatdan bahramand bo'lmoqchi bo'lsangiz, tuvandagi aloqa qilish nomeri bilan aloqa qilishing. 0991 58 88 242. Ha, yaxshimisiz? Ustab ketdingizmi? Siz ustab ketdingizmi? Ustimdingizmi? Sen ustidingmi? Sen ustidingmi? Siz ustab ketganda qilib tursiz, ha? Sizmi ustidingizmi? Ha, bo'pti. Oy, siz ustidingizmi? Ha, ustab ketdingizmi? Men shu qutiyardan bir narsam yeni bir budlik chiqqandi. Sizga beray. Masalan, meningdimi yeni bir budlik chiqib qolsa, siz ustab ketganlarga bering, ha? Guruhlamaymiz atashpaz. G'uzashni shu qurib shirkat qilasak cho'ng gap shu. Guruhlanji. Men qo'shiyotmajmi? Asa amman sen. Qara. Qo'rqma. Guruhlanmaymiz biz. Umid yo'q guruhlashdan. Action. Bo'ldi, urmoqsiz bilan kessamni bo'lmadimi? Kulsa? Gel. Üç. Aldın kırap mantas. Neymiş mamaydı bu? Mamay turib ki. İşke sanıqan mı? Başdı mani. Qayta. Axlasa to'xtash ishpa. To'xta deganda. Niyat bo'ldi, ham yo'q gapmi? Aka. Yer odiylarni ketkizib turib, ustiga qandaq qilamiz? Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Ham tuvandagi torbat va salonlarga rahmat aytamiz. Uyg'ur televiziya saloni, musiqa saloni, Eronba saloni, Bog'chavan saloni, Xalqim 3 saloni, Turza saloni, Maishama saloni. Bundan boshqa yana Yumurjon saloni, Saxovatchi saloni, Qushlan saloni, Romantik saloni, Kulki to'ri saloni, Shirza saloni va Nur to'riqmo rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqitib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizni har qaysi torbat va salonlarniki o'z oldiga tortishiga ruxsat qilamiz.